Assalomu alaykum. Koreys tilini endi boshlagan va endi boshlamoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun yangi loyiha qildim. Ya'ni koreys tili 10 minutda loyihasi. Bu loyihada siz koreys tili harflari, koreys tili grammatikalari, topik test tahlillarini 10 minut ichida siz ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin. Bu loyihamiz vaqti yo'qlar uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Unda biz birinchi videoda koreys tili undoshlarini o'rganib, birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, undoshlar. Koreys tilida undoshlar ikkiga bo'linadi. 5 ta qo'shma va 14 ta asosiy undoshlarga bo'linadi. Birinchi undosh a, harfimizni ko'rib olamiz. Nomi kiyov, gaplarda talaffuzda k va g talaffuzini berar ekan. Qoida bo'yicha so'zning boshida va oxirida kelganda k deb talaffuz qilinadi. Xo'p, birinchi misolimizda kabang sumka so'zi. So'zimizning boshida kelyapti, shuning uchun men k deb talaffuz qilyapman. Kabang. Xo'p, ikkinchi misolimiz kek, kitob. So'zimizning oxirida kelyapti, ya'ni pachchimda kelyapti. K deb talaffuz qilyapman. Pachchim nimaligini bilmasangiz, keyingi darslarda buni o'rgatib qo'yaman. Ikkinchi qoidamiz bor ekan, uniylar o'rtasida va so'zning o'rtasiga kelganda g deb talaffuz qilamiz. Xo'p, bu yerda misol agi yosh bola, ya'ni a va i unlisini o'rtasida kelyapti, g deb talaffuz qilaman. Xo'p, ikkinchi misolimiz yogi bo'yi yo va i unlisini o'rtasida kelgani uchun g deb talaffuz qilyapman. Unda keyingi unli undosh harfini ko'ramiz. Xo'p, nomi niyim gaplarda talaffuzi n talaffuzini beradi. Qoida bo'yicha so'z boshida, so'z o'rtasida va oxirida kelganda har doim n tovushini beradi. Misol uchun bu yerda nara, davlat so'zning boshida kelyapti, n deb talaffuz qilyapman. Ikkinchi misolimiz xana so'zning o'rtasida kelyapti, n deb talaffuz qilyapman. Uchinchi misolimizda esa san pachchina kelyapti, baribir n deb talaffuz qilyapman. Navbatdagi undosh harfni ko'ramiz. Navbatdagi undosh harfimiz nomi tigit talaffuzda, gaplarda talaffuzda t va d talaffuzini beradi. Qoida bo'yicha so'zning boshi va so'z oxirida kelganda t talaffuzini beradi. Misollarda toshi shahar so'zning boshida kelyapti, t deb talaffuz qilyapman. Ikkinchi misolimiz tal oy so'zning yana boshida kelyapti, t deb talaffuz qilyapman. Ikkinchi qoidamiz ham bor ekan bunda. So'z o'rtasiga kelganda, ya'ni ikki unli o'rtasiga kelganda d talaffuzi d deb talaffuz qilinadi. Misol uchun bu yerda oddiy, qayiq, o va i unlisini o'rtasiga kelgani uchun men d deb talaffuz qilar ekanman. Xo'p, sada sotib olmoq. A va ikkita a unlisini o'rtasiga kelgani uchun men d deb talaffuz qilyapman. Hop, navbatdagi undosh harfni ko'rib chiqamiz. Navbatdagi undosh harfimiz ril bo'ladi. Gaplarda talaffuzi r va l tovushlarini beradi. Qoida bo'yicha so'z boshi va o'rtasida, ya'ni ikki unli o'rtasiga kelganda r deb talaffuz qilinadi. Lekin zamonaviy koreys tilida so'z boshida ril harfi ko'proq l deb hozir talaffuz qilinyapti. Xo'p, bu yerda misol ramyon so'zning boshida kelyapti, r deb talaffuz qilamiz, lekin hozirda buni lamyon yoki l ko'proq talaffuz qilinyapti. Ikkinchi misolimiz saram so'zning o'rtasida kelyapti, ya'ni ikki unli o'rtasida. Ikkita unli o'rtasiga kelgani uchun men r deb talaffuz qilaman. Xo'p, keyingi ikkinchi qoidamiz so'z oxirida va ikkilanib kelganda l deb talaffuz qilinadi. Xo'p, so'zning oxiri al oy pachchimga tushib kelyapti, o'shaning uchun men l deb talaffuz qilyapman. Va bu yerda ikkilanib kelish deganda ikkita ril harfi ketma-ket kelishiga aytiladi va bu yerda ham l deb talaffuz qilamiz. Ya'niki televidyon bu televizor degani. Keyingi undosh harfga o'tamiz. Keyingi undosh harfimiz nomi miyim talaffuzda m tovushini beradi. So'z boshida, o'rtasida va oxirida, ya'ni har doim m talaffuzini beradi. Bu yerda misollarda mori bosh so'zning boshida kelyapti. Ma'im so'z boshi va oxirida kelyapti, baribir m deb talaffuz qilaman. Bu yerda ommoniy ona so'zning o'rtasida kelyapti, bu yerda ham m deb talaffuz qilaman. Unda keyingi undosh harfga o'tamiz. Keyingi undosh harfimiz o'yib bo'ladi. So'zlarda p va b tovushlarini beradi. Qoida bo'yicha so'z boshida p talaffuzini beradi. Misol uchun bu yerda
pada dengiz so'zning boshida kelyapti. Ti yomg'ir so'zning boshida kelyapti. Hop, ikkinchi qoidasi so'z oxirida va ikki unli o'rtasida kelganda talaffuzini beradi. Misol uchun bu yerda aboji ota ikki unli o'rtasida kelyapti, ya'ni a va o unlisini o'rtasiga kelgani uchun men b deb talaffuz qilyapman. Bu yerda ikkinchi misolimiz kabang ikkita a unlisini o'rtasiga kelgani uchun b deb talaffuz qilyapman. Bu yerda uchinchi qoidamiz ham bor ekan. Agar niyim harfidan oldin piyib harfi kelsa, m talaffuzini beradi. Ya'ni bu yerda misol turibdi, ham nida. Buni yozilishi aslida hab nida bo'ladi, lekin talaffuzda ham nida deymiz. Uchinchi qoidaga asosan. Shuni oldikmi? Keyingi undosh harfga o'tamiz. Keyingi undosh harfimiz nomi shiyod. Talaffuzda s, sh va t talaffuzlarini berar ekan. Birinchi qoidasi o'zidan keyin qanday unli yoki difton kelishiga qarab s yoki sh deb o'qiladi. Shiyoddan keyin a, o, u, e va v vo unlisi unli va diftonlar kelsa s deb o'qiladi. Misol uchun saram so'zi odam. Shiyoddan keyin a kelyapti, men buni s deb talaffuz qilishim kerak. Ikkinchi misolimiz tajin. Bunda ham shiyoddan keyin a harfi kelyapti, o'shaning uchun s deb talaffuz qilaman. Ikkinchi misolimiz bu yerda shiyoddan keyin ya, e, yo, yu, i, unlisi va diftonlar kelsa sh deb o'qiladi. Misol uchun bu yerda shijang shiyoddan keyin i unlisi kelyapti, sh deb talaffuz qilaman. Ikkinchi misolimizda ham shigan vaqt shiyoddan keyin i unlisi kelyapti, sh deb talaffuz qilaman. Xo'p, uchinchi qoidamiz shiyod harfi so'z oxirida, ya'ni pachchimda kelsa t talaffuzini beradi. Bu yerda misolimiz bit taroq. Shiyod harfi pachchimga tushib kelyapti, t deb talaffuz qilaman. Hop, navbatdagi undosh harfimiz. Navbatdagi undosh harfimiz nomi ing, talaffuzda ng talaffuzini beradi. Ikki unli orasida kelganda o'qilmaydi. Faqat bugun oxirida kelganda ng tovushini beradi. Asosan unlilarni ajratish uchun yoziladi. Birinchi misolimiz bu yerda oyi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda ng undoshi faqatgina bu yerda vazifasi ikki unlini ajratib turish uchun foydalanyapmiz. Bu yerda talaffuz qilmaymiz. Hop, keyingi misolimizda kang qoida bo'yicha so'zning oxirida kelishi kerak, ya'ni pachchida kelishi kerak edi. Kang, endi talaffuz qilaman. Kang bu daryo bo'ladi. Hop, keyingi misolimiz kangaji. Bu yerda faqat pachchimga tushganda o'qidim va o'rtada kelganda o'qimadim. Kangaji so'zi kuchukcha degan ma'noni bildiradi. Keyingi undosh harfimiz ko'ramiz. Keyingi undosh harfimiz jit bo'ladi. Talaffuzi d, ch va t talaffuzlarini berar ekan. Qoida bo'yicha so'zning boshida kelganda ch deb talaffuz qilinar ekan. Misol uchun ham uyqu so'zning boshida kelyapti, ch deb talaffuz qilyapman. Ikkinchi misolimiz tuzsi sharbat, ya'ni bunda ham so'zning boshida kelyapti. Ikkinchi qoidamiz unlilar o'rtasida kelganda j talaffuzini beradi, so'zning oxirida kelganda esa t deb o'qir ekanmiz. Misol uchun bu yerda saja so'zning o'rtasida kelyapti, ikkita unlining o'rtasida kelyapti, j deb talaffuz qilar ekanmiz. Xo'p, bu yerda ikkinchi raqamimiz taji so'zning o'rtasiga kelyapti, j deb talaffuz qilar ekanmiz va oxirgi namunamiz esa bu yerda nat kunduz, ya'ni pachchimda tushib kelyapti, t deb talaffuz qilar ekanmiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi undosh harfga o'tamiz. Hop, keyingi undosh harfimiz jiyid bo'ladi. Bu talaffuzda, talaffuzini beradi. Ya'ni chiq degan ovoz aytishimiz kerak, lekin qiyit harfiga h ga urg'u bermaymiz. Ko'proq ch ga urg'u beramiz, lekin qiyit yashirin bo'ladi, yashirin. Aslida chiq bo'ladi, lekin ko'proq ch deb talaffuz qilishimiz kerak. Qoida bo'yicha so'zning boshida va ikki unli o'rtasiga kelganda ch tovushini beradi. So'z oxirida, ya'ni pachchimda tushib kelganda t tovushini berar ekan. Bu yerda misol uchun choy so'zning boshida kelyapti. Ch deb
talaffuz qilar ekanmiz. Va bu yerda birinchi so'zning boshida kelyapti, deb talaffuz qilar ekanmiz. 3-chi misolimiz ya'ni pachimga tushib keldi pastda, deb talaffuz qilar ekanmiz. Hop, keyingi undosh harfimiz, nomi kuyuk, talaffuzda, kih kih tovushini beradi, lekin h harfiga, ya'ni h ga urg'u bermaymiz, ko'proq k ga urg'u beramiz. Qoida bo'yicha so'zning boshida, o'rtasida va oxirida kelganda har doim kih tovushini beradi. Misol uchun bu yerda kal kal deb talaffuz qilamiz. Kal. Ikkinchi misolimiz copy, 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 copy. H ga urg'u bermaymiz. Copy, k deb ko'proq talaffuz qilamiz. Hop, uchinchi misolimiz kamera, kamera, kamera tarjimasi. Keyingi undosh harfimiz esa "t" nomi "t" talaffuzda "х" "х" tovushini beradi, lekin bunda ham ga ko'proq urg'u bermaymiz. T tini o'zini ko'proq aytamiz. Qoidasi bo'yicha so'z boshida, ikki uning o'rtasida va oxirida kelsa tig' talaffuz deb qilinadi. I harfidan oldin kelsa ch tovushini berar ekan. Burada misol ko'rib chiqamiz. Tada, tada so'zning boshida kelyapti, t deb talaffuz qilyapman. Bu yerda ikkinchi misolimiz tomato, tomato. So'zning boshida kelyapti, t deb talaffuz qilyapmiz va bu yerda qoida bo'yicha i harfidan oldin kelsa ch deb talaffuzini berarkan, mana bu so'zimizda "katti" deb o'qiymiz. Ya'ni i uning ichidan oldin undoshi kelyapti. Bunda talaffuzi chga o'zgarib ketadi. Qat'iy emas, qat'iy deb talaffuz qilar ekanmiz. Xo'p, navbatdagi undosh harfimiz p bo'ladi. Talaffuzda pix, pix tovushini beradi, lekin bunda ham ga urg'u bermaymiz. Qonun bo'yicha o'zi pix degan talaffuz qilishimiz kerak, lekin h-ni ko'proq talaffuz qilmaymiz. Lekin h har doim bo'ladi, yashirin bo'ladi. Misol sezilmas bo'ladi. Xo'p, qoidada so'z boshida, o'rtasida va oxirida kelganda pix tovushini beradi. Misol uchun bu yerda pija, pitsa, pija, pitsa, podu, uzum, yompiq, qalam deb talaffuz qilar ekanman. Xo'p, navbatdagi undosh harfimiz "t" bo'ladi. Talaffuzda h tovushini berarkan. Qoida bo'yicha so'z boshida, o'rtasida va oxirida har doim h tovushini beradi. Hozirgi vaqtlarda hiy harfi deyarli faqat so'z boshida o'qilyapti. Misol uchun ho'su, ko'l, choda. Bu yerda pachimga tushib kelyapti. Buni talaffuz qilmayman. Talaffuzim choda, choda bo'ladi. Bu yerda ilhada ishlamoq deb talaffuz qilaman. Xo'p, bizning asosiy 14 undosh harflarimiz tugadi. Endi 5 ta qo'shma undosh larimiz boshlandi. Birinchi qo'shma undoshlarimiz kiyok bo'ladi. Bu e'tibor bergan bo'lsangiz, bizning birinchi undosh harfimiz ham kiyok degan harfimiz bor edi. U ham k va g talaffuzini berardi. Endi bu yerda qo'shma undosh bo'lgani uchun bu yerda so'zimizni qayerda kelishidan qat'iy nazar, qat'iy biz k deb talaffuz qilishimiz kerak. Biz k-mi yoki g-mi deb o'ylanib o'tirmasdan, qo'shma undosh keldimi, kiyok k deb talaffuz qilishimiz kerak ekan. Ikkinchi qo'shma undoshimiz tigit bo'ladi. Sanktigit, qat'iy t deb talaffuz qilishimiz kerak. Qattiqhan, mana 2 marta kelyapti. Qattiqhan. Bunda t deb talaffuz qilamiz. Uchinchi qo'shma undoshimiz pip bo'ladi. Qat'iy p deb o'qishimiz kerak. Misol uchun bu yerda pang non bo'ldi. Parida tez deb talaffuz qilar ekanmiz. Navbatdagi undoshimiz anshiyot bo'ladi. Qat'iy s deb talaffuz qilamiz bu yerda. Ko'rib o'tganimizdek, shiyot undoshimiz bor edi. S, sh, t talaffuzlarini berardi. Endi bunda esa faqatgina s deb talaffuz qilar ekanmiz. Misol uchun bu yerda sada arzon, sada qimmat deb talaffuz qilar ekanmiz. Hop, eng oxirgi qo'shma undoshimiz sanjid bo'ladi. Qat'iy t tovushini beradi. Bu yerda misolida tada sho'l, ida bug'lanmoq ma'nosini berar ekan.
Mana do'stlar, siz bu video orqali hamma koreys tilidagi undoshlarini, qo'shma undoslarni hammasini o'rganib oldingiz. Bu slaydni men o'zimni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol mana shu pastda link qoldiraman Telegram kanalimga. Tezroq o'tib, o'sha mana shu slaydni yuklab olib, qaytadan ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Kelajakda bundan tashqari o'sha koreys grammatikalar topik test tahlillarini Telegram YouTube kanalimga qo'yib boraman. Unday bo'lsa, sizlarni keyingi video darsida ko'rishguncha, xayr.